Otam, onam duo qildilar sizda inshaalloh. Ana qarilarning duosi o'tadi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli guruhdagilar, birodarlar, ana kim viza olaman, Slovakiyaga borib ishlayman deb niyat qilib yurganlar, kimlar topshirmoqchi bo'lib yurganlar, ana yaqinda kimdir ko'ngliga tugib yurganlar, aka-ukalar, sizlarga bir yaxshi maslahat. Ana Fazliddinjon ukamni baraka topsin. Ana shu Sohibjon degan ukam orqali kelganman. Ana ikkalalari ham baraka topsinlar. Ana o'zimga, ukamga va o'g'limga 3 ta viza chiqdi, akalar. Guruhdagi aka-ukalar, sizlarga ham shu Alloh sizlarga ham nasib qilsin. Kimlar kutyapti, kimlar topshirmoqchi, Alloh sizlarga ham shu kunlarni nasib etsin. Amin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Akajon, Xudo xayrli barokatli qilgan. Rahmat. Nima niyat qilgan bo'lsangiz, niyatingiz afzaliga yetib yuring. Iloyim. Xudo xolasa qolganlar bizni kuzatishda davom eting. Keyingi safar nasib shu akamizga o'xshab siz bo'lishingiz mumkin deymiz. Salomat bo'lingizlar. Rahmat. Aka, sizga ham rahmat ishonch uchun. Rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat.